Chunki nima uchun aholi yuqumli kasallik tarqala boshlaganda bu yuqumli kasalliklardan bo'lishi kerak yoki bo'lmasam bu kasallikdan asoratla qolish kerak. Nima uchun? Axir vaksina mavjud-ku. Vaksina mavjud bo'lgandan keyin bu kasallik bilan kasal bo'lib boshqa odamga yuqtirmasdan yoki bo'lmasam bu kasallikdan qoladigan asorat bo'lmasligini yoki o'lim bo'lmasligini oldini olish uchun vaksina olish kerakmi yoki kasal bo'lish kerakmi? Qani o'zingizlar yaxshilab o'ylanglar. Bizani davlatimiz tekinga olib beryapti bu vaksinalarni. Boshqa davlatlar buni kechirasiz sug'urta orqali oladi yoki bo'lmasam puliga sotib oladi. Vaksinalar qimmat. Chunki sizlar o'zingizlar ham o'ylashinglar kerak. 2 millionta ishlab chiqaruvchi qayoqda-yu 13 tagina ishlab chiqaruvchi zavod, fabrikalar qayerda? Demak, ishlab chiqarish jarayoni qiyin, juda katta mablag' sarf etiladi va bu insonni hayotini uzaytiradi. Vaksinalar. Oldingi paytni bir eslaylik. Bundan 200 yil, 100 yil, 50 yil ilgari, hattoki 25 yil ilgari bo'lgan qizamiq bo'yicha vaziyatni eslaylik. Qancha odamlar o'lib ketgan. Nima uchun o'zi qizamiq vaksinasi paydo bo'lgan? Aynan qizamiq kasalligidan og'ir asoratlar qolgani uchun. Qanaqa og'ir asorat? Bu zotiljam pnevmoniya bo'lib bolani o'lib qolishi, ensefalit bo'lishi, ensefalopatiyaga olib kelinishi, ko'zini ko'r bo'lib qolishi, qulog'ini kar bo'lib qolishi, yurak xastaliklariga chalinganligi uchun qizamiqqa qarshi vaksina ishlab chiqarildi. Umuman emlash jadvaliga kirgan hamma vaksinalar yuqumli kasalliklarni, ya'ni o'lim holatiga olib kelganligi uchun bu milliy emlash jadvaliga kiritilgan. Yoki bo'lmasam poliomiyelit olaylik. Yaqindagina O'zbekiston Respublikasidagina butun Sovet davlati bo'yicha bittagina poliomiyelit bolnitsasi bo'lgan. U ham bo'lsa Qibray tumanida joylashgan bo'lib, poliomiyelitdan odamlar o'lim holatlariga olib kelgan. Undan keyin majruh bo'lib qolgan holatlariga olib kelgan. Ya'ni bu shol kasalligi. Shol bo'lib qolgandan keyin yo o'ladi, yoki bo'lmasam bu kasallikdan davolab olsa, yoki 3 xil tipi bor. Birinchi tipi, ikkinchi tipi, uchinchi tipi. Qaysi tipi bilan zararlanganiga qarab, kasallik ham uni asoratlari o'shanga qarab og'ir bo'lgan. Misol uchun ikkinchi tipi yoki uchinchi tipi bo'lsa, ularni yo oyog'i, yo qo'li shol bo'lib qolganda, shu bilan ular majruh holatga butun umrga shunaqa shol bilan qolgan edi. Xudoga shukrki, mana poliomiyelit vaksinasini to'liq o'z vaqtida qator emlash jarayonlarini o'tkazganimiz uchun hozir poliomiyelit yo'q. Hattoki shu bolnitsa ham yo'q bo'lib ketdi. Ko'ryapsizlarmi? O'zbekiston Respublikasida 59-yili Toshkent shahrida juda katta epidemiya bo'lgan poliomiyelit bo'yicha. 59-yili 60-yil tug'ilganlar bo'lsa, ularning orasida hali ham unaqa majruhlar poliomielitga uchragan odamlarimiz mavjud bugungi kunda. Hozir yo'q, odamlar vaksina kerak emas deydi. Mana vaksina tufayli bu kasallikni biz bugungi kunda yo'q qildik va O'zbekiston davlati mana shu poliomiyelit kasalligini O'zbekiston davlati Yevropa mintaqasida yo'q bo'lganligi haqida sertifikat oldi. Bu juda katta ish. Bolani kechqurun yotqizadi, ertalab u bola shol bo'lib qoladi. Qani hozir bormi? Yo'q. Mana gapimga agar qo'shilishmasanglar, so'ranglar, surishtiringlar. Yoki bo'lmasam bo'g'ma deymiz. Tibbiyotda bu difteriya deyiladi. Difteriya Sovet davlatidan biza mustaqil davlat bo'lganimizda 94-95, 96-yillarni eslang, juda katta difteriyadan vspышка bo'ldi. Nechta odamlarimiz o'lib ketdi, yosh bolalar ham, kattalar ham. Nima sababdan o'ldi? Chunki vaksinada ehtiyoj bor-ku, lekin vaksinani o'zi mustaqil davlatga Sovet davlati bo'lgan Rossiya Federatsiyadan vaksina kelmaganligi uchun, uzilishlar bo'lganligi uchun, lekin
bizani davlatimiz shu vaksinalarga zudlik bilan darhol mablag' ajratib bu vaksinalarni boshqa davlatlardan olib kelganligi uchun, qaysi davlatlardan? Aynan Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining sertifikati bo'lganligi uchun buni Hindistondan, buni Italiyadan, Germaniya davlatlaridan olib kelganligi uchun aholini yoppasiga emlaganimiz uchun Xudoga shukr 95-yildan boshlab respublikamizda difteriya kasalligi yo'q, poliomiyelit kasalligi yo'q. To'g'ri. Endi qizamiqqa keladigan bo'lsak, qizamiq virusini o'zi xususiyati difteriyaga, poliomiyelitga nisbatan boshqa kontagiyoz, tez yuquvchan va tez tarqaluvchan infeksiyalarga kiradi. Davlatimiz mustaqil bo'lgandan beri respublikamizda 2006-2007-yil, 2010-2011-yil va hozirda 2023 va 2025-yillarda bu kasallik qattiq bosh ko'tardi va bu kasallikdan asosan kasal bo'lganlar bu emlanmagan bolalar va emlanish yoshiga yetmagan hamda bir martagina emlangan bolalar kasal bo'ldi. Endi qarang, har 10 yilda, har 20 yilda agar tarixga orqaga nazar tashlaydigan bo'lsak, oldin to'g'ri internet yo'q edi, antivaksinatsiya gruppalari yo'q edi. Aholi orasida tashviqot, targ'ibot ishlari kam edi. Hozir internet bor, targ'ibotlar bo'lyapti. Asoslanmagan fake holatda keladigan ma'lumotlarni ko'pchilik aholilar o'qib, buni o'zi tushunmagan holda aholiga shunaqa targ'ibotlar tarqatib yuritdiki, bu emlash jadvali bo'yicha bolalarni emlash kerak emas. Biz buni guvohi bo'ldik. Mana 23-yil, 24-yil, 25-yil xalqni orasida, aholini orasida yuryapmiz. Davolash profilaktika muassasalari, shifokorlarni ichida yuryapmiz. Har bitta davolash profilaktika muassasasida, mahallalarda mana shu qizamiq bo'yicha hozir sizlar ko'rib turgan qizamiq o'zi nima? Nima uchun bu emlash kerak? Agar emlanmasa sizni bolangizda qizamiq kasalligidan keyin asorat qolishini bilasizmi? Bu asoratlari nimadan iborat? Bu bolangiz albatta hamma bola emas, ensefalit bo'lishi mumkin. Ko'zi ko'rmay qolishi mumkin, qulog'i eshitmasligi mumkin, zotiljamdan o'lishi mumkin. Tez holatda bolalaringizni emlatib, nima qilish kerak? Bu kasallikni oldini olish kerak deb tushuntirish ishlarini o'tkazganmiz. Lekin vaholanki, bizani bu tushuntirish ishlarimizga qaramasdan bugungi kunda ayniqsa Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida, Namangan viloyatida, Farg'ona, Andijon viloyatlarida juda ham emlashdan bosh tortish holatlari juda yuqori. Hurmatli va bizni yaxshi ko'radigan bizani hamyurtlarimiz. Bu bolalar bitta sizniki emas, bu bolalar bizaniki. Bolalar himoyalanmagan. Ota-ona javobgar emlash uchun. Nima qilishimiz kerak? Ularni o'z vaqtida emlatishimiz kerak. Lekin agar siz mana shu sanitariya qoida-me'yorlariga o'qigan bo'lsangiz yoki bizani shu yerda kol markazimiz bor, murojaat qilgan bo'lsangiz yoki murojaat qilinglar, biz sizlarga tushuntirib aytaylik nima uchun emlanish kerakligini. Shu yerda yozilganki, bola sog'lom bo'lgan paytda emlanish kerak. Chunki siz vaksinani, bu oqsil moddasini organizmga yuborganingizdan keyin bola organizmida shu yuqumli kasallikka nisbatan antitanachalar ishlab chiqariladi. Ya'ni ushbu kelayotgan yuqumli kasallikka qarshi, ya'ni men o'sha kasallik organizmga kelsa, men uni kurasha olaman va uni yenga oladi. Tushuntira oldimmi? Bu yenga olish xususiyati kimda yaxshi paydo bo'ladi? Faqat sog'lom bolalarda. Agar bolangiz nosog'lom bo'lsa, to'g'ri sog'lomlashtirmasangiz u bolani,
u bolaga qilgan emlashingizda ham bolada 95% immunitet hosil bo'lmaydi.